Hurmatli akalar, hamma xohlagan, hamma so'ragan taxtalarimizdan yetib keldi. Hurmatli akalar, qalinligi 4 santimetrli strapelali taxtamiz. Video qor haqida emasdi, oftob haqida ham emasdi. Hurmatli akalar, o'zi bahor kelishga yaqin turibmiz, havolarimiz ochilib ketdi. O'tgan mavsumda tomini yopishga ulgurmagan akalarimiz uchun juda ham zo'r narxda 4 metrli strapelali taxtalarimizdan yetib keldi. Videoni oxirigacha ko'rib tursana, taxta haqida полностью ma'lumot berib, narxi bilan birga tanishtirib ko'rsatib o'tkazaman, hurmatli akalar. Sizlardan har doimgidek so'raydigan narsamiz, bitta like bilan obuna tugmasini bosib qo'yinglar, ya'ni подписаться bo'linglar. O'zingni xohlagan taxta mahsulotlarini kommentariyada bemalol so'rab murojaat qilsana bo'ladi, hurmatli akalar. Bizga Rossiyaning Bilyar shahridan strapelali taxtalarimizdan yetib keldi, hurmatli akalar. Bu taxtalarimizdan juda ham ko'pchilik so'raydi. O'zing ham bilsana kerak, juda ham ko'p joyda 3,5, 33, 32, ya'ni shunaqa strapelar ko'payib ketgan. Ya'ni 32 deganda nima nazarda tutdim? Qalinligi. 3,3, 3,2 strapelali taxtalarni juda ham ko'p joyda sotishdi, lekin sizlar so'ragan mana qangi 4 qalinlikdagi, to'la 4 razmerdagi strapelali taxtalarimizdan hech kimda yo'q, hurmatli akalar. Bunaqa narxdagisi ham yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa ham qalinligiga bitta metr qo'yib ko'rsatamiz. Abdumalixon ukamiz bilan bugun taxtalarni birga obzor qilamiz. Abdumalik ukamizga ham bitta dona like bosib qo'ying. Xo'p. Qalinligi 4,1 chiqdi ko'rtgan bo'lsani. Hech qanaqangi metrga aqaba qilishlar yo'q. Ataylab qornidan o'lchab ko'rsatib, bemalol o'zingni ham kelib o'lchab ko'rsana bo'ladi. Xo'p, eniga qo'ying Abdumalixon. Xo'p, hurmatli akalar, ko'rishingiz mumkin. 14. 14 ga to'la 4 razmerdagi strapelali taxtamiz. Bo'lisiga qo'ying Abdumalixon. Xo'p, 9 ga qalinligini ham ko'rsatib o'ring akalarimizga. 9 ga 4 qalinlikdagi, hurmatli akalar. Xo'p, endi hamma so'raydi hadavoy razmer, ya'ni 12 ga 4 deyiladi. Yine 12 chiqmaydi, hurmatli akalar, 11 chiqadi. 11 ga qalinligiga ko'rsatamiz. 11 ga sal yonboshlating metr, ashunda. 11 ga 4 ko'rishingiz mumkin. Kачествоsi zo'r bo'ladi. Bu oldiga ahamiyat bermaysizlar, hurmatli akalar. Yo'ni hammasi shunaqangi cho'tkisdan bo'ladi, mayda ko'z bo'ladi. Eng самый kerakli bo'lgan taxtani tanlov qilishdagi eng kerakli bo'lgan narsa bu strapelaga sasna yog'och ishlatish, hurmatli akalar. Sasna yog'och uncha-munchaga qiyshayib ketmaydi, uncha-munchaga buralib chatoq bo'lib ketmaydi, hurmatli akalar. Shuning uchun shunaqa taxtalarimizni olib kelganmiz. 100% qarag'ay sasna yog'och narxi bilan sizlarga bir chekkadan video qilib ko'rsatamiz. Yana xohlagan akalarimiz uchun ham endi serbarlari ham bor. Mana bu yerda 20 ligi bor. 20 ga to'la 4 razmeri. Adashmasam bu 19 ga metr qo'yib ko'rsatib qo'yaylik akalarimizga. Hop, mana metr qo'lim uchida turibdi. Bu tomoni 19 ga ko'rsatdi, hurmatli akalar. Qalinligiga ham bitta qo'yib ko'rsatib qo'yamiz akalarimizga. To'g'ri ko'rsatdi mana. Yon tomondan yaqinroqdan ko'rsataman. To'g'ri. 19 ga 4 razmerliklari ham bor, xohlasana. 17 ga 4 razmeri ham bor, hurmatli akalar. 16,5 ekan bular. Mana qo'lim birda turibdi. Bu 16,5 ga ko'rsatdi. Qalinligini ham bitta ko'rsatib qo'ying Abdumalixon. Bo'ldi, to'g'ri. Xo'p. Hurmatli akalar, narxi bilan tanishtirishni boshlayman. Sizlar ungacha obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi. Obuna bo'lib, bitta like bosib, o'zingizga kerakli taxtalarni kommentariyada yozib qoldiraverasizlar. Xo'p, hurmatli akalar, 14 ga 4 razmerdagi 4 metrli sasna yog'ochdagi strapelali taxtalarimizni 86,500 so'mdan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu sortovoy taxta, hech qanaqangi nekonditsiya yo pixta kedra emas. Bu 100% sasna kачествоsi zo'rdan. Garbil abzoli umuman yo'q. Narxini eslab qolgan bo'lsana bo'ldi. 86,500 so'm. Xo'p, hurmatli akalar, 9 ga 4 uzunligi 4 metrli 100% sasna yog'och. Kачествоsi juda ham chiroyligidan bu ham, hurmatli akalar. Buni narxini xo'p 54,500 so'mdan qilib beraman. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Xo'p, keyingisi hurmatli akalar, 11 ga 3
11 ga 4, uzunligi 4 metrlik. 3.2 sotaverib 3.2 bo'libdi, hurmatli akalar. Kачестволарni ko'rishingiz mumkin, oralarini, sifatlari juda ham chiroyli. Bu ham 4 metrlik, konditsionniy, 4 qirra yog'och. Kачествоsi juda ham chiroyli, sasna. Buni narxini hurmatli akalar 66.500 so'mdan qilib beraman. Kimga kerak bo'lsa nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Endi serveri ham kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Vaqtingizni ko'p olmagan holatda endi serverligini, endi serverning narxini aytmadim. Agar mabodo kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli akalar, skladlarimiz. Hurmatli akalar, bizda arzon skidkaga tushgan lapshalarimizdan ham bor. Shunaqangi zavodskoy lapshani qayda ko'rgansizlar? 20 ming so'mdanga sotitganini. Kачествоsi juda ham chiroyli, 7 ga 1.7 razmerdagi, uzunligi 4 metrlik, qirralari 4 qirra, hech qanaqangi garbal abzoli yo'q. Sifati juda ham chiroyli, 20 ming so'mdan. Hurmatli akalar, kimga qancha kerak bo'lsa, tomiga hurmatli akalar, tunga qaditgan akalarimiz uchun zo'r tanlov. Akalar, tanlovda adashib qolmanglar. Asl taxtani tanlashingizni maslahat beramiz. Nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu ham o'sha 20 ming so'mlik lapshalarimizdan olib keltirib qo'yganmiz. Bugun yana yangi yuklarimiz keladi, hurmatli akalar. Endi bundan bag'iga Xudo xolasa har kuni bittadan 10 minutlik video chiqaraman. Xudo xolasa akalar, obuna bo'lib, kuzatib tursani, sizlar xohlaydigan razmerdagi taxtalarni olib kelib, tushirib ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, hurmatli akalar, kimga qanaqa taxtalar kerak bo'lsa, bemalol nomerlarga murojaat qilaverasizlar. O'zingizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, taxtalar haqida bemalol kommentariyaga yozsani, hammaga javob berishga harakat qilaman, hurmatli akalar. Xo'p, bu taxtamiz 13 ga 3.1, uzunligi 5 metrlik. Bilasizlar, hurmatli akalar, 5 metrlik yo'q, juda ham noyob hisoblanadi. Har joyda ham to'pilayvermaydi. Endi bunaqa zavodskoysini, mana holatini ko'rishingiz mumkin, pachkalari bilan turibdi. Bu taxta haqida полностью video qilganman. Kanalimga kirib bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli akalar, skladlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Kimga qanaqangi taxtalar kerak bo'lsa, bemalol asl taxtaga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.